Do'ndiqchi yaxshidan bo'l. Shiroq aka, bitta savol tug'ildi-da. Odinaxon, men uxlaganimdan keyin tug'ilsin shu savol. O'zja muhim savol emas. Bo'pti, etmay qo'yaver shuni. Qarang, hozir Elon Musk odamlarni Marsga olib ketyapti. Kimlardir chet elga piyoda ketyapti. Mana yaqinda yangi yil kirib keladi. Shunga bitta savol tug'ildi. Meni sevasizmi o'zi? Odinaxon, sen bilan 4 yildan beri birga yashaymiz. Конечно sevaman. Yana bitta savol bor-da, odam xotirasini yo'qotganda odamlarni bo'lgan voqealarni esdan chiqarib yuboradi-ku. Nimaga o'qish yozishni esdan chiqarib yubormaydi? Iltimos, uxlaylik. Bo'pti, boshqa savol bermayman. Bo'pti, nima haqida o'ylayapsiz? Odina, o'zi senga ertaga surpriz qilib aytmoqchi edim. Bo'pti, bugun aytaman. Eshit. 10-noyabrdan 17-noyabrgacha Market Yandex.Go'da 11-11 munosabat bilan katta chegirmalar boshlanadi. Kerakli narsalarni arzon narxga, undan tashqari foizsiz, ortiqcha to'lovlarsiz 6 oylik muddatli to'lovga olsang ham bo'ladi. Hozir senga ko'rsatib beraman. Sen men fenni olmoqchi eding-ku. Bo'ldim senga jonim devona. Bo'larkan shunaqa zo'r narsalarni gapirsangiz bo'ldi. Endi boshingizni qotirib uxlayman bo'pti. Barakat. Yana bitta savol bor-da. Bankomatga kartamizni tiqamiz-u, bankomat paroli to'g'riligini qattan biladi. ¿Y qué fue? Visiten a